مدينة قلبي للمدينة لرسول Bu voqea buyuk podshoh va muvahhid bo'lgan Zulqarnayn haqida. Ulamolar Zulqarnaynning payg'ambar bo'lgan yoki bo'lmaganligi borasida turli fikrdalar. Boylik va kuch-qudrat bilan ne'matlantirilganiga qaramasdan, u kibrli emas edi. Allohga xolis ibodat qilardi. U jismonan baquvvat va kuchli harbiy jangchilariga ega edi. Zulqarnayn yangi o'lkalarni fath etib, u yerlarda Allohning dinini yoyishni yaxshi ko'rardi. U haqida Qur'oni Karimda quyidagicha marhamat qilinadi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Sendan Zulqarnayn haqida so'rarlar. Sen sizga uning haqidagi zikrni tilovat qilurman degin. Albatta biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Alloh Zulqarnaynning ishlariga osonchilik berib qo'ydi. U moddiy qiyinchilikka uchramadi. U buyuk podshoh edi va qo'lida kuchli harbiylari bor edi. Odatda oddiy xalq podshoh va boshliqlarga nisbatan nafratda bo'ladi. Ammo Zulqarnaynni hamma tanir va birdek yaxshi ko'rishardi. Uning dushmanlari o'z navbatida undan qo'rqishardi. Qo'rquv va muvaffaqiyatsizlikka uchrashlarini sezib, jangga kirishmay taslim bo'lishardi. Aytilishicha, Zulqarnayn quyosh botar joyga yetib bormaguncha safar qilgan ekan. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. To quyosh botish joyiga yetganda, uning qora balchiq buloqqa botayotganini ko'rdi. Va uning oldida bir qavmni ko'rdi. U qora balchiq nima edi? Ba'zi ulamolar uni qora dengiz, boshqalar esa Egey dengizi deyishadi. Zulqarnayn u yerlarda aholi istiqomat qilishini bildi va unga quyidagi tanlov berildi. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Biz, ey Zulqarnayn, yo ularni azoblarsan yoki go'zallikla tutarsan. Zulqarnayn nimani tanladi? قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. U kim zulm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblaymiz, so'ngra Robbiga qaytarilar. Bas, u zot ham uni munkar azob ila azoblaydir. Ammo iymon keltirib, yaxshi amallar qilganlarga esa ularga go'zal mukofot bor va unga o'z ishimizdan osonni ayturmiz dedi. So'ng Zulqarnayn safarini to quyosh chiqar yerlarga yetmaguncha davom ettirdi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. To quyosh chiqish joyiga yetganida uni bir qavm ustidan chiqayotganini ko'rdi. Ularga u quyoshdan to'siq bo'ladigan narsa qilmagan edik. Ya'ni ular quyoshdan to'siq bo'ladigan uy qurishmagan edi. Ular hatto tanalarini kiyim bilan yopishni bilmaydigan yovvoyi odamlar edi. Ba'zi mufassir olimlar u odamlarni Hindiston aholisi deb aytishadi. Zulqarnayn safarni davom ettirdi. Ikki tog'li to'siqqa yetganidan so'ng boshqa tilda gapiradigan insonlarga duch keldi. Alhamdulillah, Alloh Zulqarnaynni ularni tilini tushunadigan qilib qo'ydi. Shunda ular: "Ey Zulqarnayn, Yajuj va Majuj bizlarning yerlarimizga ziyon qilishmoqda. Balki biz va ular orasiga to'siq qo'yarsan, evaziga senga haq to'larmiz" deyishdi. Yajuj va Majuj kimlar? Ibn Kathir Yajuj va Majuj bu Nuh alayhissalomning o'g'li, turkiylar otasi Yofisning avlodlari deb yozgan edi. Yajuj va Majuj insonlarga zulm qilar
Ularni o'ldirar va asirga olishardi. Ular yer yuzida faqirlik, kulfat bo'lishini, o'z orqalaridan buzg'unchilikni qoldirishni yaxshi ko'rishardi. Zulqarnayn boyagi xalqqa qarab quyidagilarni aytdi. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. U Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir. Bas siz menga kuch ila yordam bering. Siz bilan ularning orasida bir devor qilajakman. Menga temir parchalarini keltiring dedi. Nihoyat ikki tog' tomonlari ila barobarlashganda dam uringlar dedi. Nihoyat u to'p temirni o'tga aylantirgach, olib kelinglar. Ustidan mis quyaman dedi. Bas ular uning ustiga chiqa olmadilar, uni teshib ham o'ta olmadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sahih hadisda Yajuj va Majuj to'g'onni har kuni buzishga harakat qiladilar. Quyosh nuri ko'rinay deb qolganida ketdik, qolganini ertaga buzamiz deb qaytib ketishadi. Shunda Alloh taolo uni avvalgidan ham mustahkamroq qilib qo'yadi. To bir kun kelib, Alloh taolo ularni odamlar qarshisiga chiqarishni istaganida, ular to'g'onni buzish uchun chiqishadi. Quyosh nuri ko'rinay deb qolganida boshliqlari qaytinglar, inshaalloh ertaga kelib qolganini buzasizlar deydi. Ular ertasiga qaytib kelib, to'g'onni qanday holda qoldirgan bo'lsalar, o'shanday holda turganini ko'radilar. Shundan so'ng uni buzib, odamlar qarshisiga chiqib keladilar. Suvlarni ichib qo'yadilar. Odamlar ulardan qochadi. Yajuj va Majuj osmonga yog'dirgan o'qlari qonga bo'yalgan holda qaytib keladi. Ular biz yer ahli ustidan ham osmon ahli ustidan ham g'alaba qozondik va o'lkalarni bosib oldik deyshadi. Shunda Alloh ularga qurt qumursqalarini yuboradi. Qurtlar ularning bo'yin orqa suyaklarigacha kirib, ularni halok qiladi. Qala hada rahmatun min robbi fa idza jaa wa'du robbi ja'alahu dakka wa kana wa'du robbi haqqan. Bu Robbim rahmatidandir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir dedi. Zulqarnayn buni Allohning rahmati deb aytmoqda. Shu bilan o'zi qanday yutuqlarga erishgan bo'lishidan qat'iy nazar, inson qilgan solih amali bu Allohning rahmati ekanligini ko'rsatib berdi. Alloh ushbu solih amallarni qilishga izn berib qo'ygan. Zulqarnayn ismi arab tilidan ikki shoxli deb tarjima qilinadi. Ba'zi odamlar Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy bitta shaxs deb o'ylashadi. Ammo Zulqarnayn Ibrohim alayhissalom davrida yashab o'tgan. Aleksandr Makedonskiy esa eramizdan avvalgi 356-yilda tavallud topgan. Zulqarnayn musulmon bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy esa mushrik. Tabiiyki, bu ikki shaxs bir bo'lishi mumkin emas. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l, ilm ila iymon sari yo'l.